Salom barchaga. Sizlar bilan men Sanjar. Bugungi videoda bizlar mana bunaqa blender bilan shug'ullanamiz. U uchun agar sizlarda o'rnatilmagan bo'lsa, bu yerdan store deb yozasizlar. Undan open ni bosasizlar. Keyin mana bunaqa qidiruvga bosasizlar. Keyin bo'lsa blender deb yozasizlar. Mana eng birinchisiga bosasizlar-da, installni bosasizlar. Mana har xil narsalar hisoblanadi. Ungacha kutish kerak. Mana уже boshlandi. Mana ko'rasizlar, bu 321.3 megabayt. Agar internetingiz tez bo'lsa, bu ham tez bo'ladi. Sekundiga 6-9 megabayt o'tyapti. Mana juda ham tez bo'ladi. 320 megabayt bo'ladi bu. Mana bo'ldi. Mana bunga bosasizlar, ochiladi bilan. Kutib turasizlar. Agar buni mana shunaqa joyga qo'yib qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana buni belgilab 10 tugmani bosasizlar-da. Mana Pinto taskbarni bosasizlar. Endi bo'lsa bu yerdan o'zinglar xohlasizlar, mana juda ham g'alati bo'ladi. Blender bosasizlar. To'g'ri, to'g'ri. So'ngini bosasizlar. Generalni bosasizlar. Mana bunaqa paydo bo'ladi. Agar mana bunaqa yurg'izmoqchi bo'lsanglar, mishkani chap tomoni bilan o'ng tomonga tugmalari bo'ladi. Shu o'rtasida mana bunaqa aylantiradigan bor. Shu bosasizlar, mana bunaqa yurg'izasizlar. Mana agar buni udalik qilmoqchi bo'lsanglar, belgilab delete bosasizlar. Mana o'chib ketdi. Endi sizlar mashina yoki uy qilmoqchi bo'lsanglar, mana bunga kirib, mana sizlar mashina qilmoqchi bo'lsanglar, car 3D model deb yozasizlar. Mana birinchi saytga bosasizlar. Mana bu yerda har xil mashina bor. Bittasini belgilab, mana bu yerdagi joyni bosasizlar. Keyin bo'lsa har xil formatlar bor. GLB degan joyi pastda bunaqa narsa turadi. Shu o'ngida download bor. Shu bosasizlar. Keyin bo'lsa, masalan, mashina 3D model deb yozib qo'yasizlar. Enter bosasizlar. Mana yuklandi. Endi bo'lsa mana shuni ushlab turib, mana bu yerga qo'yasizlar. Hammani bosasizlar. Keyin kutish kerak. Mana bu juda ham kichkina. Shuning uchun buni kattalashtirish uchun mana bunaqa qilib belgilab, bunaqa qilib sini bosasizlar, kattalashtiradi. Mana shu yerda kerak. Yana sini bosasizlar, yanada kattalashadi. Mana shu bo'ladi. Keyin yo'lni qilmoqchi bo'lsanglar, yana kirasizlar. X bosib, bu yerdan ham X bosib, tarjimonga kirasizlar birinchi. Deysizlar.
Buni o'zbekskiy qilasizlar. Qidirasizlar, mana topdim. Endi buni almashtirasizlar. Mashina yo'li. Mana Ctrl+C qilasizlar-da, botga yozasizlar. Agar u ishlamasa, botdan yozasizlar. Yozasizlar. Mana bunaqa